Kimdan biznesmen chiqadi? Tavakkaldan, riskdan qo'rqmaydigan, yuragida o'ti bor insonlardan biznesmen chiqadi. Oylikka yashash qiyin bo'lib qolgan bir zamonda qo'shimcha biznesingiz bo'lmasa, uy-joy qilish amri mahol. Miyangizda har xil planlaringiz bilan yaqinda biznes boshlayman deb yurgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Yaxshi lokatsiyadan yer qidirib yurgan bo'lsangiz, mana sizga zo'r lokatsiyadan, havosi toza joylardan kattakon keng maydonga ega bo'lgan yer topdik. Ichida binolari bor. Puli bor odam yiqqan puliga ko'chmas mulk, недвижимость sotib olib qo'ysa, har tomonlama yutadi. Pulim ko'p, bemalol bitta o'zim sotib olaman desangiz, olib qo'yib, keyin yana pul yig'ib, qurilish qilsangiz bo'ladi. Qanaqadir har xil biznes maqsadlarida foydalansangiz bo'ladi. Aslida bu joy 20 mingta tovuq yetishtirishga mo'ljallangan ferma bo'lgan. Hamma joyi chashka qilingan, mevali daraxtlari ham bor. Gaz, svet, suvlardan umuman muammo yo'q. Hujjatlari joy-joyida. Qurilish qilaman, uy, kottej qurib sotaman desangiz ham yaxshi variant. Atrofida barcha qulay infrastrukturalarga ega. Shoshiling, tezda egalar bilan bog'laning. Narx-navosini tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narxga berishadi. Plus tarafi shundaki, bu yoqga arendatorlar har oy pul to'lab o'tirishadi. Marhamat, sotib olaman desangiz, tayyor biznes. Har qanaqa biznesda hech narsadan qo'rqmasligingizni tavsiya qilamiz. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta yo'rechani bosib qo'ying va bu videoni arzon narxda yer qidirib yurgan tanish bilishlarga jo'nating.